15 ham beraman ularga, 15 ham beraman. Jamiyatda o'qituvchilarning mavqei qanday? Bombalik sistemada siz nechaga baholagan bo'lardingiz? Shu haqda odamlarning fikrini bilamiz. O'zim o'qituvchiman. Mavqei yaxshi. O'qituvchilar menimcha eng glavniy ish qiladigan odamlar bo'lsa kerak. Kelajakni ta'minlash uchun bolalarga ozgina narsa o'rgatish ham qiyin-ku. Masalan, bitta bola bilan ham qiynalamiz biz vaqti kelsa. Ularni eshitdim, mana masalan, o'zimni qizim o'qituvchisi 43 ta bola bilan ishlaydilar. Hozircha yaxshi. Aslida juda ham yuqori bo'lish kerak, chunki siz u biz nimaga erishsak yoki erishib yurganlar qanaqa darajaga bo'lgan bo'lsa, hammasiga ustoz va murabbiylar sababchi bo'ladi. Ustozimiz shular. Bir buncha hozir oqsagan, to'g'rirog'i oldinroq oqsaganda asta sekinlik bilan bu muammoni parchalab yuqorilashib boryapmiz. Ya'ni hurmat oshib boryapti hozir. Misol uchun men shaxsan hurmat qilaman. Endi ko'tarilyapti. O'qituvchilar mavqei yaxshi? O'rtacha, yaxshi. O'rtacha, yaxshi. Bombalik sistemada hozir necha baho bergan bo'lardingiz? 6. 10 ballik sistemada 10 ga baholardim. Endi 10 ball baholaymiz, nima 10 ball qilamiz? baholaysa, 15 ham beraman ularga, 15 ham beraman. Haqiqatda yaxshi o'rgatadilar. 7. Bombalik sistemada 7. 8 aka. 8